Sensorligini qarang. Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga. Bu YouTube uchun video bo'lyapti. Bu Instagram uchun olgandik, buni YouTube uchun olyapmiz. Voy, siz agar YouTube'da bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, Jizzax, Orom mebellar yozib, pastda qayerdadir qoldirib qo'ygan bo'lamiz. Linkini o'sha yerga bitta bosib Instagramimizga o'tasiz bo'ladi. Bilaman, hozir hamma Instagramda yuribdi. Mebel obzori ketdim. Mebel bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Toyloq, Bog'zog'on mahallasida biz dolza. Bugungi sana 11-avgust 2026-yil bo'ladi. Termosini qarang, yonib turishini, ranglardan qilib beramiz yana ham. Xo'p, mana bu yerda o'tirgan stulchiga обязательно bor. Eshikchalarni ko'ring. Mana oshmoshlar vakuumdan bo'ladi. Tortmachalarni bir qarab o'tasiz. Tepada ikkita tortma, bu tarafda stulchiga kirib ketadi. Stulchigini ko'rsataman. Oynamiz mana bunaqa sensorli bo'ladi. Xohlasangiz oddiy desangiz oddiydan qo'yib beramiz, xohlasangiz mana bunaqa sensorlidan qo'yib beramiz. Muammosi yo'q. Kelin, siz uchun mana bu yerda galanteriya taqlash uchun bo'ladi. Mana sizga turishi. Tumbuchkasi обязательно ikkita bo'ladi, soatchasi bo'ladi. Soatchasi zaryadkali. Agar mabodo oladigan vaqtingiz bu tugab qolishi ham bor, chunki bu ham tovar bir kelganda bir partiya kelyapti, yangilanib ketyapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Ya'ni variantini qilib beramiz. Xo'p, spalnimizda boshi mana bunaqa zamishni moyishi bo'ladi, uzra, moyishi bo'ladi, yuvib bo'lsangiz bo'ladi. Ya'ni ham zamishni kerak ekansa, zamishni ham qilib beramiz, muammosi yo'q. Spalnisi 210 ga 170, kalta emas, uzunasiga 2 ga 160 emas, 210 ga 170. Matrasli bo'ladi, matras ortoped matras bo'ladi, yonlariga tegib turgan bo'ladi. Ana sizga spalnimiz. Mana bu arqonchasi nima deb so'raganlarga, mana buni ko'tarsangiz, mana bitta odam bemalol ko'tarib tushiradi. Ko'rdingizmi? Nasoschalik bo'ladi. Ana yosh bola o'ynab qoladi aka, boshqa narsasi yo'q. Yosh bola uni kuchi yetmaydi bunga. Mana sizga mebelimiz. Domli joylarga buni nasib bo'lsa taklif qilamiz, sababi bu narsa kerak narsalar mana shu tagiga kirib ketadi. Mana shuni joylashtirib qo'yamiz bemalol. Shkafga o'tamiz. Shkaf uzunasiga 240, balandligiga 210, ishlari 50 sm bo'ladi. Ruchkalari ham originaldan qo'yilgan, oshmoqlari ham vakuumdan bo'ladi. Ya'ni o'zi asta tortib ketadiganlar. Mebelimiz 100% laminatligini aytdik-a. Ana sizga eshigini yopilishini ko'ring, o'zi yopiladi. Ruchkachasi mana bunaqa ichki ruchkalar bo'ladi. Ana sizga ichlari bitta seyfchasini xudo xolasa обязательно qilib beramiz, faqat bitta eslatib qo'yasizlar. Mana bu sizga ichlari. Stulchigimiz mana bu yerda turibdi. Ana sizga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasizlar. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastlabki uстановкасын nasib bo'lsa qilib beramiz. Pastda nomerlarimiz qoldirilgan, aloqa qilasizlar. Salomat bo'linglar. Bitta like bosib qo'yishni unutmanglar.